2025-yilda xonadonga telefon qilish necha pul bo'layapti? Assalomu alaykum, hurmatli bizni doimiy ravishda kuzatib, kamtarona mehnatimizga like bosib, tanish-bilishlariga telefon qilmoqchi bo'lganlarga ilinadigan aziz vatandoshlarim, aziz birodarlarim, qadrdonlarim, hammalaringga birinchi o'rinda rahmat deb qolaman, chunki sizlarni poddeska qilib like bosib, jo'natayotganingiz sababli videolarimiz rekomendatsiyaga chiqyapti. Xonadoniga mana shunaqa do'stlarimiz telefonlar zakaz qilishyapti. Biz mehnatdan to'xtamayapmiz. Sizlarni mana shunaqa poddeska qilib turganlar sababli xudo xolasa ko'p qadrdonlarimiz xonadoniga ovoragarchiliksiz mana shunaqa chiroyli telefonlarni qildirishyapti. Do'stlar, bemalol sizlar ham telefon qilmoqchi bo'lsanglar, musofirda bo'lsanglar ham, O'zbekistonda bo'lsanglar ham, ekranda turgan raqamlarda Telegramimiz ham, WhatsAppimiz ham ishlab turibdi. Telefon qiladigan bo'lsanglar ham bemalol aloqalar xudo xolasa ishlab turibdi. Narxlari в общем shikalar do'stlar. Telefonni 135 ming so'mdan xudo xolasa qilib beryapmiz. Kosmos narxi bor, v общем shikalar. Siz telefon qilavering, o'zim aytaman do'stlar. Kosmos lekin alohida bo'ladi. Tarnovlarni bu joyga chokisiz tarnovdan qo'yib berganmiz. Oldingi videolarimizda chokisiz tarnovni mana videoda iloji bo'lsa qo'yib o'tib ketamiz. Chokisiz tarnovni chiqarish jarayonini ham faqat burchakda, ichkari tomondagi burchagimizda bitta chok bo'lgan xolos. Ko'cha tomonimizga butun holatda bo'lgan. Sizlar ham xonadonlarga eng trend bo'layotgan fasollardan qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga bog'lanib olasizlar. Xudo xolasa inshaalloh kelishib oladigan bo'lsak, navbatdagi telefon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? O'ylanmang. Reka Samares usta xizmati, tunikasi, dastavkasi, qo'yingki hamma narsasini o'zimiz olib kelamiz. Sizni bir dona Samaresga ham ovora qilmagan holatda mana shunaqa xizmatlarni qilib beramiz do'stlar. Xudo xolasa boru do'stlar, sizlar ham xonadonlarga mana shunaqa telefon qilsanglar bizga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. O'zingizlar qilmasanglar ham qarindosh urug'inglar telefon qilmoqchi bo'lsa, shu videoda обязательно jo'natib qo'yasizlar. Sababi, v общем shikalat pulga bu xonadon telefon qilib berdik. Atiga 35,5 million so'mga hamma xarajatini o'zimiz olib keldik. Bunaqa sharoit, bunaqa bir imkoniyat qayda bor do'stlar? Faqat bizda bor va boshqalarda. Agar xizmatlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Nasib bo'lib qolsa boru sizlarga ham xonadonlarni mana shunaqa chiroyli holatda telefonlarni qilib beramiz. Vobshe shikalat bo'ldi. Eng zo'r joyi boru, men 3 oy kosmosiga maza qilib bordim, to'g'risi boru. Charchaqlarim chiqib ketdi do'stlar. Sizlar ham ulgurib qolinglar. Rahmat.